oyiga atiga 1,5 million so'mdan chiqargan. Kvadrat metri 5 million 900 ming so'mdan общий jami 29 ming dollarga 3 xonali uy topib qo'ydim. Agar kreditga muammo qilmayman desangiz, 21 ming dollar berib turib, qolgan kreditni davom etsangiz ham bo'lar ekan. Eng qizig'i, oyiga atiga 1,5 million so'mdan chiqargan. Manzilimiz kitob krugiga yetmasdan, shundoqqina tennis korti ro'parasida joylashgan, kiraverishdan birinchidan bo'ladi. Bu xonadonimiz 4-qavatda joylashgan. Hozir birgalikda obzor qilib chiqamiz. Bu aytganimizdek, uyimiz 60 kvadratdan sal ziyodroq, 60 va 24 kvadratdan iborat bo'lib, 3 xonali bo'lib, xonalari keng qilingan ekan. Juda shinamgina, yorug'lik yaxshi tushib turar ekan. Manzaraga bitta qarang-da. Kitobni bemalol hamma yog'ini ko'rsangiz bo'ladi. Yanada to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, pastda mulk egasi raqamlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, barcha savol-javoblarni qilib kelishib olsangiz bo'ladi.